Assalomu alaykum hurmatli Chorva House obunachilari. Do'stlar, bugungi sana 19-mart haftani payshanba kuni. O'rtoqlar, belida kraskasi bori 40 ta ikkinchi podaniki prosta ajrata olmadik. Sizlardan uzr so'raymiz. Biz hozir Toshkent viloyati Bo'stonliq tumani. Assalomu alaykum hammaga. Yuqori Chirchiq, Aray 5 barmog'idan 2 kilometr kirganda Qora tuxum degan anaqada qishloqqa keldik, mahallaga. Xo'p, bu yerda akalarimizni qo'y olib kelishgan ekan Qozog'istondan. Odil aka, men podada yurgan qo'ylarimizni birovniki birov qo'shilib ketib qolibdi hozir bu yerda. Tepasida kraskasi bor qo'ylar sotuvda yo'q da. Neto anaqa bo'lmasa, bolasi bor. Mana kraskasi yo'g'i. Ular boshqa ko'pagan bo'lyapti, mana. Bular nechi qorindan nechi qoringacha? Birinchi qorindan 3-chi qoringacha ekan. Tishlarni ochib ko'rib tekshirib o'rishadi Odil aka. Soni 114 ta, keyin qolganini hozir tug'ish boshlaganda bular ham. Endi tug'ish boshladi, qolganlarni anaqaga ichkarida turibdi uyligida. Uni ham ko'rsatib beramiz, ha. Ko'paysinlar-da bular Odil aka. Narxi ham yengil. Dehqonga kelganmiz. Birodaringizni uyurlariga kelganmiz, qo'ralariga. Qara bittalarni qilamiz. Narx-navo Toshkent deysizmi, Vodiy deysizmi, Voha deysizmi, vash boshqacha narx qilamiz. Dalada yuramiz. Narx-navoni endi shu dehqondan chiqqandan keyin dehqonchasiga qilamiz-da, Odil aka. Qo'ldan kelgancha arzonlatib. Ular narxlari bor, Odil aka. 4 million 800 dan 5,5 milliongacha bo'lib turibdi-da. 5,5 milliondan tanlab olishadi zo'rini. Tuqqanlarini. Tuqqanlarini, men tug'magandim. Endi tug'adi. Har kuni tug'ayotgan ekan-da bular. Kuniga 3 ta 4 ta qilib tug'ib, 5 ta 6 ta ham tug'ayotgan ekan. Agar hammasini bir joyga olishadigan bo'lsa, 5 million so'mdan yana kelib savdosini qilishadi, xayri bo'ladi. Ana ichkarida yana tug'ganlari ham birga qo'shilib savdo qilishadi uni ham. Uni ham, ekranga qo'yilgan nomer egasiniki bo'ladi. Aloqaga chiqib gaplashaverishadi Odil aka. Bular nechi qorindan nechi qoringacha shunda hozir? Bular birinchi qorindan 3-chi qoringacha ekan. Endi men bilasizcha qo'yga qattiq tushunmayman, kelib tishlarini ochib tekshirib olishadi, lekin hammasi shu bo'g'oz ekan. Shu tug'ishni boshlabdi oldi. Mana ikkinchi qo'rada boshqa odam qo'y olib bir-biriga qo'shilib qolibdi-da bu yerda. Qarang, bu yerda hozir bundan oldinga chiqargan partiyadagi o'zingizni qo'ylaringizni sotdingiz, to'g'rimi? Ha, o'zim qo'ylarimni sotdim. Ular oxirdan ketdi. Nega qanchadan ketdi? Ularni 4 million 500 dan berdik. 4,5 milliondan. Ana nima undan savol beryapman. Endi tug'ish boshlab anaqa turadi. Hali qimmat sotmadingiz-da? Yo'q. Odil aka, bular ham yaxshi yirik qo'ylar ekan, faqat parvarish kerak. Sal mehr kerak ekan qo'ylarga. Ana orib tarbiyalashsa katta qo'ylar ekan. Bo'stonliqning tovalari bo'ladi, adirlilari. Adirlida yurganlar, giyoh yeydi. Xullas, o't o'lan, nasha bo'lsa, nashasini yeydi. Adirda baqbaqalari bo'lsa, baqbaqali har xil mamlaqa. Mana shu qo'ylar, mana sotuvdagi qo'ylar ko'ryapsizmi? Mana kraskasi, ya'ni yashil kraska surib qo'ygan. 10 tami, nechtadir bor, tepasiga yashil surib qo'ygan bor. Shu qo'ylar yo'q sotuvda. Birovni qo'yi qo'shilib qolibdi, tani noto'g'ri tushunishmasin. Sotuvdagi qo'ylarimizni oyog'iga ham e'tibor bering. Uzun, bo'yini balandligi. Sariq dumbali qo'ylar mana bular sotuvda shu 5,5 milliondan tanlab olishadigan yetilib turgan ekan. Qarang, uni ham tug'ib qoladi. Shu tug'ish boshladi oldin. Qo'ylar mana bo'ybaslari katta ekan, yaxshi ekan. Faqat parvarish kerak. Olib turib Odil aka, misol uchun bularni boqishsa, misol uchun bolasini o'zi 6-7 oyda foydaga qoladi-da, ya'ni onasi sekin sotib olishadi yoki onasi yana qaytib qochirib qo'ysa tug'adi u. Bu yerda katta fermer aka-ukalarimizga shu videoni tashab qo'ying. Hozir hokimiyat yordamchimiz tomonidan berilayotgan imtiyozli kredit 50 millionlik. Uchalarga yetib borsa shu video, u yetib borsa katta fermerlarga tavsiya beradi. Mana o'zimiz Adirlikda chiqqan qo'ylar sotilayotgan ekan. Borib oling, lekin buni olib 6 oyda aytganingizda ancha ish qilib bo'ladi. Shunaqa Odil aka, endi bular qo'y baribir barakali narsa-da, tez ko'payadi. 4 million 800 mingdan 5,5 milliongacha. Shu akalarimizdan bir joyga olsa nech pul bo'ladi? Odil aka 130 tasini bir joyga bo'lsa 5 million so'mdan ozgina xayrni qilib berishadi, qo'limcha savdo qilsa, yaxshi savdolashadigan odamlar. Endi bu qo'y misol uchun meni o'zimniki emas, noto'g'ri tushunishmasin, iltimos qilishgani uchun o'zligi videoga chiqisha olmadi. Shuning uchun endi men chiqib gapirib beryapman, qo'ldan kelgancha ma'lumotini berib, ozgina xatolar bo'lsa uzr ming bor. Endi kelib yana egalari bilan telefonda gaplashib, o'zligi kelishib, savdosini qilib olishadi odamlarga. Unaqa qattiq odamlar emas. Hayitlar bilan ertaga. Hammani hayitlari bilan. Dog'is kelayotgan hayitlar bilan. Ham hayit, ham juma, qarang. Hamma bayrami xudo xolasa bittada kelyapti mana. Musulmonlarning bayrami. Qo'sha. Xudo xolasa xalqimizni tabriklaymiz.
go'zal niyat qilib turibmiz. Inshaalloh hammamiz niyatlarimizga yetaylik, qadr kechalaringizda duo qildik. O'zimiz ham so'raganinglardan afzalini so'rash berishini Allohdan so'rab qolamiz o'rtoqlar. Qo'yda baraka. Arablar moisha deyiladi. Mana bunaqa chorvani. Chorvada baraka do'stlar. Chorvada baraka. Endi mana shu qo'y qo'shilib qolgan ajratish imkoni bo'lmadi. O'zi qo'y boqqan odamlar biladi, buni dalada bu qo'y ajratish qiyin ekan. Harakat qilib ko'rishdi, shu 4 ta odam ajratisha olmadi. Shu ash tepasida yashil kraskasi borlar, birovni qo'yib, ular klientlar kelguncha o'zi ajratib qo'ysa kerak. Odillarga keyin qolganini tanlab olishadi. 4 million 800 ming so'mdan 5,5 millionga tug'ganini olishsin xohlasa tug'aman deb turganini olishsin, zo'rini olishadi. Kattalasini. Ha, yana egalarning qalbiga qo'l solib, savdo qilib ko'rsa, kelishtirib berishadi. Yanada. Ha, yumshoq odamlar, unaqa qattiq odamlar emas. O'rtada turib olib biza foyda qilayotgan joyimiz yo'q. Yo'q, bizga bu yerda bir so'mligimiz aniq kerak emas, xalqqa bo'lsin. Ma'lumot, buni aytmasangiz hech kim bilmaydi bu qir orasida qo'y borligini. Lekin savdogarlar olib turib foyda qiladimi, qilmaydimi? Xudo xolasa foyda qilishsa kerak, chunki bozorda ham odillarga 6 million, 7 milliondan ham qo'ylar chiqaryapti. Buning ichida ko'rolma shunaqa qo'ylar bor ekan, 7 milliondan bozorda ketadigan qo'ylar bor. Endi biza bizning sohamiz asosan bilasiz, mollardan bor, bemalol fermaga boraverishadi. Buning ichida egizak tug'ganlari ham bo'pti, odillarga 3 tasi egizak tug'ibdi. Ko'ringlar o'zinglar. Baribir bilmaydi, baxtli ham endi egizak tug'ib qolsa, ikkitalab ham bola berishi mumkin. Telefon ekrani ostiga sog' salomat bo'linglar. Biz xonadonga ketdik, tuqqan variantini ko'rsatishga. Keling, Odil aka, mana bu 16 tuqqani. Tug'ish boshlab davomimiz-ku. Mana o'sha tug'ganlarni ko'chaga olib chiqmadik dalaga. O'rtoqlar, men sizlarga aytdim. Mana boya ham tushuntirib ketdim. Haqdori haqidan qo'rqish kerak degan bitta chiroyli ma'nosi mana. To'g'ri, 5 qo'r barobar emas. Hokim yordamchisi tomonidan berilayotgan imtiyozli kreditga katta fermerlarni qiziqtiringlar, o'rtoqlar. Fermerlar sotib olsa mana bittasi hammasini bir joyga tug'ishni boshladi. Xudo xolasa nima demoqchiman? Mana 10 tani o'sha 50 millionga kelishib, yetmagan pulni ozgina qo'shib berasiz. Faqat siz o'sha fermer orqali olishingiz mumkin. Biz naqdga sotamiz. Naqd. Agar mana shu 16 tasi, 100 yo'da 15 deydi. 115 tasi o'tdi, 114 tasi o'tdi. 114. Общий 130 tada Odil aka. Ayni 130. Agar narx-navoziga keladigan bo'lsa, 5,5 milliondan xohlasa hammasini olishsin, xohlasa kelib tiptadan tanlab olaversin bolasi bilan-da. Ona bola. U yoqda tug'maganlari ham tug'ib qoladi, o'sha birin-ketin har kun tug'ish boshladi bular. Bir joyga necha pul qo'yamiz? Bir joyga bo'ladigan bo'lsa, 5 million so'mdan yana kelib savdosini qilishadi. Xayri bor. Ha, dastlabki hammasi xohlasa tug'ishni boshladi, oldi, qolgani ketaveradi. Shunaqa odam. Nasib qilsa, tuqqunicha qochib aylaveradi deng. Xudo xolasa. O'rtoqlar, qo'yda baraka. Shu bilan mana tanlab olishga 5,5 million, hammasini bir joyga olsangiz ham 5,5 million, tuqqanlari tayyorlanib. Yo'q, menga общий 130 tasi olaman siz 5 milliondan ozgina xayri bor. O'zingiz tepasiga kelib savdo qilishingiz mumkin. Ekranning ostiga nomer qo'yib ketamiz. O'rtoqlar, agar siz haqiqatan ham bir qishloqda turasiz, hokim yordamchisi do'stingiz bo'lishingiz mumkin. Qiziqtiring, katta fermerlarga tavsiya bersin, bir joyga olishsin va через u fermer orqali olishingiz mumkin. Yana qaytarib aytaman, bu yerda naqdga sotiladi. Lekin siz Qo'chqorni 50 million kreditga olib, 6 oy boqib, manini qo'lingizdan kelganicha pulingizni to'lab foyda qilishingiz mumkin. Lekin aniq bilaman, mana bunaqa sog'liq bo'g'ozmi, tuqqan tayyorini olsangiz, mana 5,5 milliondan 10 tasini bir joyga olib bersa, 50 million kreditingizga 5 million yetmasa qaytib unga bersangiz, masalan sizga bular 6 oy boqib, bolalarni sotib, onalarida keyingisiga sizga tekinga qolib ketishi mumkin. Shuning uchun eslatib o'taman. Manzilimiz Toshkent viloyati. Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq, Aray 5 barmog'idan 2 kilometr ichkarida, Qoratuxum degan mahalla. Voy mashallah. Mana Platina bozoridan bir 5-6 kilometr Shunaqa. 5-6 kilometr. Mana do'stlar. Birinchi va 3-qoringa tuqqan variantlari. E'tiboringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.